xil deylik. Shukr 3 xil bo'ladi. Ba'zida 4 xil ham. 3 xil asosiysi. Qalb shukri. Aql shukri 4 xil deylik. Aql shukri, qalb shukri, til shukri va amaliyot shukri. Aql shukri shuki, ne'matni Allohdan deb bilish. Qalb shukri shuki, qalb shukri ne'matni Allohdan deb aql bildi-ku. Shuni qalb e'tirof etib, mana shundan mamnun bo'lishi qalbning shukri bo'ladi. Mamnuniyat bo'lish kerak. Shukr degani asli mamnuniyat. Allohning berganiga shukr qil degani, Allohning berganiga mamnun bo'l degani. Siz bolangizga nech pul bersangiz ham xursand bo'lish kerak. Shundoq beryapsiz siz. Bitasiga 10 so'm, bitasiga 100 so'm berdingiz. Baribir xursand bo'lish kerak, chunki unga mehnatsiz kelyapti u. Shundoq siz hadya qilyapsiz. To'g'rimi? Alloh subhanahu va taolo bandalarga shundoq bergan ne'matlarni. Undan qancha bersa ham mamnun bo'lish kerak. Qancha ne'mat bersa shunga mamnun bo'lish, qalb shukri. O'shani tilga izhor qilish, Alloh berdi, alhamdulillah. O'ziga hamd bo'lsin, tilning shukri. Bular shukrning ichki qismlari hisoblanadi go'yo, yoki poydevor qismlari. Lekin uning asosiy qismi qaysi desa amal. Amalda qanaqa shukr desa, o'sha ne'matni Alloh bergandek tasarruf qilsa, o'shanda amaliy shukr bo'ladi. Alloh bergan ne'matni Alloh rozi bo'ladigan tarzda tasarruf qilsa, keyin o'sha ishning amaliy shukri bo'ladi. Thumma yunkirunaha. Ular tilda shukr keltirishi mumkin, lekin amalda shukrni inkor qilishadi. Allohning ne'mati ekanini inkor qilishadi. Qandoq? O'sha ne'matni Alloh norozi bo'ladigan tarzda tasarruf qilishadi. Digor menga an'amta alayya va ala ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr keltirishni va sen rozi bo'ladigan amallar, solih amallarni qilishni menga oson qilgin dedilar. Va meni solih bandalaring qatoriga o'z rahmating ila kiritgin dedilar. Mana demak shukr qilishni Allohdan so'rash kerak ekan.